tekis desa ham tekis bo'lmayapti, chunki quyosh tushib turibdi. Quyosh tushgan hisobiga devor valna bo'lib, qiyshiq bo'lib turibdi-da. Lekin mana bu soya tushib turgan tomon tekis ko'rinyapti, qarasizlar. Quyosh tushgan tomon tekis ko'rinadi. Agar bu yoqdan quyosh shunaqa tushsa, qiyshiq ko'rinadi. Buni bitta yechimi bor. Xullas, ko'pchilik bilmas ekan, bunaqa qiyshiq tekis bo'lish uchun uyni hech qachon quyosh tushgan tomonga qarab qurmang. Quyosh tushmasa bo'ldi, o'shani tekis ko'rinadi uyingiz. Mana bu devor qancha suvoq qilsa ham, tekis desa ham tekis bo'lmayapti, chunki qanaqa yechim bor ekan deb hozir o'ylanib turdim. Quyosh tushib turibdi. Quyosh tushgan hisobiga devor valna bo'lib, qiyshiq bo'lib turibdi-da. Lekin mana bu soya tushib turgan tomon tekis ko'rinyapti, qarasizlar. Quyosh tushgan tomon tekis ko'rinadi. Agar bu yoqdan quyosh shunaqa tushsa, qiyshiq ko'rinadi. Buni bitta yechimi bor. Xullas, ko'pchilik bilmas ekan, bunaqa qiyshiq tekis bo'lish uchun uyni hech qachon quyosh tushgan tomonga qarab qurmang. Quyosh tushmasa bo'ldi, o'shani tekis ko'rinadi uyingiz. Hop. Tomondan quyosh so'rangchi boshqa tomondan chiqsa bo'lmasmikin? Quyoshdan so'rangchi boshqa tomondan chiqsa bo'lmasmikin deb yozib qo'yishdi kommentariyasi. Kechasi ishlanglar. Men qumsuvoq qilib beraman, quyoshda ham vanna bo'lib ko'rinmaydi. To'g'ri. Aka, qo'ldan kelmagandan keyin quyosh, qum, sement, suv aybdor. Yechim qilmadingiz, muammodan aylanib o'tdingiz deb yozib qo'yishibdi.